Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda barchasi 10.000 va Mix Price endilikda sizlar uchun yana yangi do'konlar ochilishini ma'lum qiladi. Ya'ni bu bizga tegishli do'konlar emas. Prosta bizning kuzatuvchilarimiz aktiv bo'lganligi uchun biz Paxtaboddda, ya'ni o'zimizning yonimizda ochilgan yangi do'konlarni sizlarga tushuntirmoqchimiz. Bizning 10.000 so'mlik do'konimiz podvalda joylashgan, ya'ni Dilnoza brendi podval qismida. Endi xuddi shu do'konni tepa qismiga ham 10.000 so'mlik do'kon ochilyapti. Bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi. Undan tashqari Dilnoza brendi o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Omina brend, ya'ni Optim ayollar kiyim do'koni ham pastga tushdi, ya'ni sizlarga qulaylik bo'lish uchun. Undan tashqari bu yerda mana Mo'jiza do'koni ham ochilishi kutilyapti, tayyorgarlik qilyapti. Endilikda sizlar bemalol bitta joydan juda ko'plab ishlarni bitirsanglar bo'ladi, ya'ni kiyim-kechak deysizlarmi, aksessuarlar, 10.000 so'mlik do'kon deysizlarmi, Optim do'kon deysizlarmi, hammasi bir joyda mujassam bo'lgan. Ko'rinishga ahamiyat bermaysizlar, tayyorgarlik ketayotganligi uchun remontlar. Shuning uchun shundaqa barchalarni do'konda kutib qolamiz. Milliy barchasi 10.000 Mix Price.